Sportsmen aka-ukalarimiz va barcha erkaklarimiz uchun juda ham foydali bo'lgan bir zo'r joyga keldik. Videoda oxirigacha ko'ring, hozir tushuntirib beraman. Ko'rib turganinglardek juda ham foydali bo'lgan maskanimiz shu yerda, ya'ni hijoma markazi. Bu yerda bir-biridan tajribali bo'lgan akalarimiz Biloddin aka va Avazbek akalar xalqqa o'z manfaatlari bilan xizmat ko'rsatib kelmoqda. Ishonchli, xudo xolasa kelishinglar mumkin va yana eng zo'r aksiyalardan biri 15 ming so'mdan qo'yayotgan narsani Ramazongacha xalqni o'ylab, xalqni manfaatini o'ylab 10 ming so'mdan har bir bankasiga aksiya qilib qo'yishgan. Ramazongacha foydalanib qo'yinglar. Bunaqa yangilikda, bunaqa yaxshilikda ilingimiz keldi, o'shaning uchun keldik. Hijomani foydalari haqida hozir Biloddin akamiz o'zidan so'rab ko'ramiz. Aka, hijomani foydalari haqida ozgina ma'lumot berib borsangiz. Hijomani odamlar dalinasi ko'tarilganda, beli og'riganda, bosh og'riganda oladi deb o'ylaydi. O'zi aslida sog'lom odam ham 3 oy yo 6 oy oldirib turgani yaxshi. Hijoma qildirganda qon bilan birga o'ziga bilmagan kasalliklar chiqib ketadi. Qoni ko'payadi, immunitet ko'tariladi. Ko'pchilik qonim ozayib ketadimi ko'rib turibsizlar, ko'p qon chiqyapti. Qonim ozayib ketadi deb o'ylaydi. Nabrot, hijomadan keyin qon ko'payadi. Qon aylanishi yaxshilashadi. Qon aylanishi yaxshilanadi. Hamda anginaga quloq kesamiz, 45 kunlik chaqaloqdan boshlab hijoma qilamiz. O'zi aslida 2 kunlik chaqaloqdan boshlab hijoma qilsa bo'ladi, lekin biz 40 kunlik chaqaloqdan boshlab deymiz. Yana bir tajribali akamizdan ozgina savollarimizga javob olamiz. Aka, kimlarga mumkin, kimlarga tavsiya qilasiz, kimlarga mumkin emas, ozgina ma'lumot bersangiz. Xo'p, avvalo hijoma juda muborak, maqtalgan hijoma davo shifo tomonlaridan biri hisoblanadi. Men 16 yillik kichik xodimman, tibbiyot xodimiman. Biloddin akamiz bilan birga 5-6 yildan beri ish xizmatini ko'rsatamiz. Sportsmenlarga ham juda foydali, tavsiya qilib qolaman sportsmenlarga ham. Kechasida qandaydir bosimlar bo'ladi, ezilaman. Bir eshitgandim, hijomani shunga foydasi bor deb. Foydasi bormi aka? Albatta, to'g'ri aytdingiz. Hozirgi kunda muammo bo'lib turgan narsalardan biri bu ko'z tegish, nazarlanish, bosinqirash yoki sehr bilan aloqador narsalar ham bor. Uni ustozlar alohida bo'ladi. Endi bizga o'rgatilgan bilimlar, ustozlarimizning tarbiyalar orqali hijoma shunga o'xshagan holatlarga ham yaxshi natija ko'rsatadi. Manzilimiz So'l ko'chadan o'tgandan keyin Uzgazor zapravkasi bor. Benzin zapravkada o'tganinglarda birinchi mahallada burchakda bo'ladi. Yana bir ma'lumot, abidgacha bo'lgan vaqtgacha ayollarimiz, tajribali ayollar xizmat qiladi. Faqat ayollar uchun. Peshindan keyin bo'lsa, faqat erkaklarimiz kelib bemalol foydalanishlari mumkin. Nomer va manzillarni qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Hammaga rahmat. Ramazongacha aksiyada yurib olinglar. Like boshingizdan chiqmasin.